Assalamu hörmətli qarindoshlar. Sharq Turkiston sürgündə hökuməti televiziyasının xəbərlər proqramısını görüşənlərni qızğın qarşı alırıq. Sharq Turkiston sürgündə hökuməti və Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish Tashkiloti Cumhuriyatimizning qurulganligini xotirlab namoyish o'tkazdi. Sharq Turkiston sürgündə hökumətinin Mustaqillik kunini xotirlash faoliyati matbuotlarda keng turda xabar qilindi. Diqqətinizlər təfsili məzmunlarda bo'lsin. Sharq Turkiston sürgündə hökuməti Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish Harakati 12 noyabr kuni Sharq Turkiston Cumhuriyati qurilganligining 78 va 89 yilligini xotirlash munosabati bilan Amerika Aqsaroyining oldida Kanadaning Edmonton shahrida namoyish o'tkazdi. Amerika Aqsaroyining oldida o'tkazilgan namoyishda Bosh ministerimiz Salih Xudoyor apandi axborot e'lon qilib, ikki qatimliq Cumhuriyatning qurilish tarixi, xalqarodagi davlatlardan talabini o'tirg'a qo'yib mundaq dedi. Biz bugun birinchi qatim qurilgan Sharq Turkiston Cumhuriyatining 89 yilligi va ikkinchi qatim qurilgan Sharq Turkiston Cumhuriyatining 78 yilligini xotirlash munosabati bilan xalqaro jamiyatni Xitoyning Sharq Turkistonda izchil yurgizib kelayotgan irqiy qirg'inchiligi, mustamlikasi va ishg'oliyatini tezdan oxirlashtirishga chaqiriq qilish uchun jam bo'ldik. Oldimizdagi hafta G20 davlat boshliqlar guruhi yig'ini chaqirilmoqchi. Biz demokratiyaga ahamiyat beradigan, o'z ishiga o'zi xo'ja bo'lishni hurmat qiladigan demokratik rahbarlarni Xitoyning Sharq Turkistonga bo'lgan ishg'oliyati, mustamlikasi, Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni ayblash va Xitoyning bu qilmishlarini oxirlashtirish uchun harakat qilishini umid qilamiz. Biz Amerika prezidenti Jo Baydenni erkin davlatlarga rahbarlik qilib, Xi Jinping va irqchi Xitoy Kompartiyasining mustamlika va irqiy qirg'inchilik harakatini oxirlashtirishini, yuqori darajalik rahbarlarni hargiz qaytarilmasin degan va'dasida ching turib, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti irqiy qirg'inchilikning oldini olish va jazolash ahdnomasiga amal qilishini, xalqaro jamiyatni Xitoyning 21-asrdagi cho'ng qirg'inchilikqa o'xshash irqiy qirg'inchilikni kechiktiravermay oxirlashtirishini talab qilamiz. Biz yana Amerika hukumati boshliq xalqarodagi davlat va jamiyatdan Sharq Turkistonni besilgan davlat deb e'tirof qilishini, Sharq Turkistonning mustaqillik ko'rishini qo'llashini talab qilamiz. 6400 yildan beri Sharq Turkiston Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa turkiy xalqlarning vatani bo'lib keldi. Sharq Turkiston azaldan Xitoyning ayrilmas bir tarkibiy qismi emas. Baxtga qarshi Sharq Turkistonning hozirgi zamon tarixi tragediya bilan to'lgan. Sharq Turkiston Markaziy Osiyodagi Turkistonning sharqiga joylashgan bo'lib, G'arbiy Turkiston Rossiya tarafidan, Sharq Turkiston 1884-yili Manjular tarafidan ishg'ol qilingan. Sharq Turkiston xalqi Manju ishg'olidan tortib, toki hozirgi Xitoy ishg'oligacha azaldan ishg'oliyat va mustamlikani izchil rad qilib, qarshi turib keldi. Sharq Turkiston bundan 89 yil ilgari bugungi kunda, ya'ni 1933-yili 12 noyabr kuni mustamlikaga qarshi zamonaviy milliy uyg'unish ro'yining orqasida mustaqillikni qayta asliga keltirdi. 1933 yildan boshlab Sharq Turkiston xalqi bu kunni milliy mustaqillik kuni sifatida tabriklaydi. 1933-yili 12 noyabr kuni 10 mingdan ortiq cho'ng kichik qari yosh Uyg'ur Qashqarning tuman daryosi bo'yiga yig'ilib, qurol salimining yordamida Mamtili apandi ijod qilgan davlat marshini yangritdi. Bosh ministerimiz Sabit Abdulbaqi Sharq Turkiston Cumhuriyatining rasmiy qurilganligini e'lon qilib, nutq so'zlaydi. Tarixda bu mustaqil Sharq Turkiston Cumhuriyati tunji madaniy asosiy qonunga ega bo'lgan mustaqil davlat bo'lib qoladi. Davlat girbi va davlat she'ri unutilg'usiz bu kunning davlatimizning mustaqillik kunining simvoli bo'lib qoladi. Birinchi qatimliq mustaqil Sharq Turkiston qisqa vaqt ichida Sovet ittifoqining aralashishi bilan 1934-yili 4-oyning 6-kuni ag'darilgan bo'lsa-mu, arkasida nurg'ulg'an dalil isbotlar, davlat mustaqilligini talab qilishning simvoli va tasavvurini qoldirib ketadi. Mustaqillik va egilik huquqimiz mag'lub bo'lgan bo'lsa-mu, Sharq Turkistonliklar g'albining ilhomi bilan 1944-yili qaytadan o'rnidan turdi. Mustaqil davlat qurish irodasi texmi kuchaydi va Sharq Turkistonning madaniy rayoni g'uljidagi ikkinchi qatimliq ozodlik harakati texmi kuchli bo'ladi. Milliy ozodlik armiyasi 1944-yili 11-7 kuni g'albilik holda G'uljini ozod qildi. Tunji qatim qurilgan Sharq Turkiston Cumhuriyatini faxrlantirish, uni qurgan, ag'darilgandan keyin mayuslangan, chorasiz qolgan ota-onalarning ro'yini shod qilish, Sharq Turkiston milliy ozodlik harakatini yashatish uchun Sharq Turkiston Cumhuriyatining qurilgan kunini e'lon qilishni
1944 yılı 12 noyabr günüge kechiktirdi. 1944 yılı 12 noyabr günü ikinci qitimliq Sharq Turkiston Cumhuriyeti rasmiy e'lon qilinadi dedi. Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish Tashkilotining Ayollar oila ishlari direktori Amalnisa Muxlisi xonim axborot e'lon qilib, biz bugun Sharq Turkiston Cumhuriyeti qurilganligining 78 va 89 yilligini xotirlash munosabati bilan jam bo'ldik. Sharq Turkistonda yashaydigan Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz qatorliq turkiy millatlar 73 yil burun imperializmga qarshi kurash qilib, Sharq Turkistonning mustaqilligini jakarladi. Bugun Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarning mustaqillik kuni. Bu kunni xotirlash munosabati bilan men Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga qarata yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini, bo'libmi Xitoyning vatanimizni ishg'ol qilgandan boshlab ayollar va bolalarga qarata irqiy qirg'inchilik yurgizib kelayotganligini qayta esga solib o'tmoqchiman. Ayollar tarixdan beri zo'riyish va hayotga qolishda muhim rol o'ynab keldi. Ularsiz millat, davlat mavjud bo'lmaydi. Ayollar yolg'iz millatning onalari emas, balki yana millatning qizi va ayollari. Ailening qimmatli boyligi, davlat millatning muhim bir parchasi. Bolalar har bir davlatning kelajagi. Sharq Turkiston tarixida ayollar Sharq Turkistonning qurboni bo'ldi. 1944 yildan 1949 yilgacha ikkinchi qitimliq mustaqil Sharq Turkiston hukumati va milliy armiyasida ayollar muhim kuch sifatida mavjud bo'ldi. 1949 yili Xitoy Sharq Turkistonni ishg'ol qilgandan boshlab ayollar va bolalar Sharq Turkistonda bostirildi. 73 yildan beri Sharq Turkistondagi Uyg'ur ayollar va bolalar Xitoyning vahshiy qilmishlarining qurboni bo'ldi. Sharq Turkiston ayollari majburiy tug'mas qilib o'tildi. Ailesi mecburi elitildi. Ceza lagerleri ve türmelerge qamaldı. Cinsi depsençilik ve kemsitishga uçurdu. Xitoy 20 milyondan artıq Uyghur ayollarını Sharq Turkistonning sirtiga yo'tkab, Xitoyning ichkari o'lkalardagi zavodlarda majburiy emgakka salmoqda. Buni az degandek tamamen yo'qotmoq maqsadida 10 minglagan Uyghur va boshqa turkiy xalq ayollarini Xitoylar bilan majburiy to'y qildirmoqda. Xitoy bilan to'y qilishni rad qilgan Uyg'ur ayollari yig'ib olish lagerlari va majburiy emgakka selish lagerlariga qamalmoqda. Hatto Sharq Turkistondagi bolalar xuddi Sharq Turkiston ayollariga o'xshash irqchi Xitoy hokimiyati tomonidan o'ldirilmoqda. Uyg'ur va boshqa turk bolalari ota-onalari oilalaridan ayirib etilib, darultamlarga va davlatning yotoqliq maktablariga o'rlashtirilib, sodiq Xitoy fuqarosi qilib yetishtirilmoqda. Darultam va davlatning yotoqliq maktablari bola jazo lagerlaridan iborat. Dunyoning boshqa joylaridagi xalq Xitoyning Sharq Turkistonda nimalarni sodir qilayotganligini biladi. Biz xalqaro jamiyatdan Xitoyning Sharq Turkiston xalqiga yurgizayotgan qotilligini to'xtatishini so'raymiz. Biz dunyoning har qaysi joylaridagi hukumat va jamiyatdan Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasi, Xalqaro adolat mahkamasidan Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatini tekshirishni, javobgarning mas'uliyatini surishti qilib javobgarlikka tortishini, xalqaro jamiyatni Sharq Turkistonning mustaqillik harakatini qo'llab, parchalanib ketgan millionlagan oilalarning, ota-ona va bolalarning jam bo'lishiga yordam qilishini talab qilamiz. Xitoy Sharq Turkistondagi ayollarni vayron qilib o'tish orqali Sharq Turkistonning kelajagini vayron qilib o'tdi. Ota-onalardan bolalarni ayirib olsa qanday bo'lganligini, jismoniy, ruhiy va jinsiy parakandchilikka uchrasa qanday bo'lganligini tasavvur qilib baqsak, hammani tushuna olamiz. Vaqt o'tgan sari Sharq Turkiston ayollari texmi battar kunga duchor bo'lmoqda. O'tgan 73 yil mobaynida irqiy qirg'inchilik va turli zulmga uchrab kelgan Sharq Turkiston ayollarining alohida farqli ahvoli faqat Sharq Turkiston mustaqil bo'lgandala andan ruhiy va jismoniy jihatdagi zulmdan, jinsiy parakandachilikdan qutulib qola oladiganligini isbotladi. Sharq Turkiston azaldan Xitoyning bir parchasi emas. Biz Xitoyga tava bir narsani talab qilmadik. Sharq Turkiston zemini bizga ajdodlarimizdan, onalarimizdan miros qolgan zemin, vatandir. Va yana avloddan avlodga miros qoladi. Sharq Turkistonning mustaqillik kuni qutlug' bo'lsin dedi. Amerikaning burunqi Beyjingda turishliq harbiy xodimi Bin Lawson Amerika prezidenti va Amerika qurultayini Sharq Turkistonning mustaqilligi uchun harakat qilishga chaqiriq qilishni davomlashtirganda uzunga bormay Sharq Turkistonning mustaqilligini ko'rgili bo'lganligini aytdi. Sharq Turkiston surgundi hukumatining tashqi ishlar ministri Aziz Sulayman apandining axborot bayonotini diqqatingizga sunamiz. Assalomu alaykum. 12 noyabr Sharq Turkiston kunimizga muborak bo'lsin. Dunyoning har qaysi joylarida bu qutlug' kun tabriklayotgan
barlıq Şərqi Türkistanlıqlar, Allah sizlərdən razı olsun. Bundan 89 yıl ve 78 yıl burun bugünkü gün vatanımız Şərqi Türkistan özünün müstakilligini iki qatim qo'lga olgan bir xosiyatli gün. Biz bugün Cumhuriyetimiz kurulgan bu qutlug kunda dushman bilan qon kechib jang qilgan barliq shahidlarimizni faxrlanib eslaymiz. Şərqi Türkistan Cumhuriyeti'ni kurup çıkan Sabit Tamullan, İlahan Dövrem Katarlık devlet atlarımızla bizge İstiklal Marşı'nı kaldırıp koygan Tevfik Efendim'e şarksız hürmetimizi bildirimiz, hem onlar için dua kılımız. Birinci Cumhuriyetimiz kurulganda, müstakil kuruşumuzdan liderliğinden merhum Sabit Tamullan Abdülbaki Katarlık devlet atlarımız kendisimizi körelgen. Keyingi evlatlarının xarlaqda qalması üçün, yaxşılık çıxması üçün, bizning bugünkidek irqiy qirg'inchilikka qirilib yo'qolib ketmasligimiz uchun bizga bunday 4 angishlarni qoldirib qo'ygan. Birinchi angishlar Sharqiy Turkiston deb atalgan bir mustaqil davlatning qurilganligi. Ikkinchi angishlar qo'limizdagi bu ayyulduzli ko'k bayroq. Uchinchi angishlar Şərqi Türkistan degan bu muqaddas nom. Dördüncü güçler günümüzde qotgan düşmanga tuzuk emas, jangovar ruh. Devlet atalarımız qadrib qo'ygan mushkat güçler asosida dal 10 yildan keyingi bugungi kunda, ya'ni 1944-yilda ikkinchi qatimliq Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti butun dunyoga jakarlandi. Amerika başlıq G'arb davlatlarida Sharqiy Turkiston degan davlatning nomi dunyo xaritasiga tushirildi. Devlet atlarımız qadrib qo'ygan mushkat güçlerini için tutsak, Allah xolsa davlatimiz Sharqiy Turkistonning mustaqilligini cho'qim asli keltira olamiz. Azad Şərqi Türkistan yangi nesil hareketining prezidenti Amanullah Qashqari Şərqi Türkistan uchun birdan-bir yo'lning Şərqi Turkistonning mustaqilligini qo'lga keltirish ekanligini, shunga xalqaro jamiyatdan Şərqi Turkistonning mustaqilligini qo'llab yordam qilishni talab qilganligini yana bir qatim ta'kidladi. Eng oxirgi xabar to'rining 15 noyabr kunidagi xabarda Şərqi Turkiston surgundi hukumati Oqsaroyning oldida namoyish o'tkazib, xalqaro jamiyatni Xitoyning Sharqiy Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi, ishg'oliyati va mustamlikasini oxirlashtirishga chaqirdi. Sharqiy Turkiston surgundi hukumatining tashqi ishlar ministri Aziz Sulaymon Xitoyning 1949-yili mustaqil Sharqiy Turkistonni ishg'ol qilgandan keyin 73 yil mustamlika, ishg'ol, irqiy qirg'inchilik yurgizganligini, Sharqiy Turkiston surgundi hukumatining bosh ministri Salih Xudoyor G20dagi demokratik davlat boshliqlarini kechiktirib o'tmasdan Xitoyning ishg'ol va irqiy qirg'inchiligini to'xtatishga chaqiriq qilganligini, Sharqiy Turkiston surgundi hukumatining dokladida Manju Qing xonadonligining 1884-yili Sharqiy Turkistonni ishg'ol qilganligini, ismini Xinjiang deb atolganligini, 1933-yili 12 noyabr kuni Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti qurganligini, shu vaqtdan beri Sharqiy Turkiston xalqi bu kunni davlatning mustaqillik kuni qilib bekitganligini, 1934-yili 4-oyning 16 kuni Sovet ittifoqi va Xitoy ishg'oliga uchraganligini, Sharqiy Turkiston xalqining qaytadan kurash qilib, 1944-yili 12 noyabr kuni Sharqiy Turkiston Cumhuriyetini qayta e'lon qilganligini, 1949-yili 12 oktyabr kuni Xitoy tajovuzchilarining Sharqiy Turkistonni ishg'ol qilib olganligini, 1949-yili 12-oyning 22 kuni mustaqil Sharqiy Turkistonni ag'dirib tashlaganligini, 2014-yildan boshlab majburiy menga yuyish, jinsiy dafsanchilik, organ yig'ib olish, majburiy emgak silish qatorliq dafsanchiliklarni yurgizganligini bayon qilganligini, Amerikaning burunqi Beyjingdagi harbiy xodimi Bin Ladenning Amerika prezidenti va Amerika qurultayidan harakatga o'tishni talab qilishni davomlashtirganda Patarda mustaqil Sharqiy Turkistonga shohid bo'lganligini aytganligini tafsiliy xabar qildi. Buningdan boshqa Innoy xabar tori, Parent tori, Cho'ng xabarlar tori 13 noyabr kuni, Irlandiya quyoshi 16 noyabr kuni, Breitbart xabar kanali 14 noyabr kuni, keyingi vaqt xabar tori 16 noyabr kuni Oqsaroyning oldida o'tkazilgan namoyishni tafsiliy xabar qildi. Vatan deb to'lading iymoning qini, qalamlar tavratding vijdoning qini, tanglarning ishqida gulxonman dedim, ko'ngling osmonida cho'lponing qini, qalamni mash'al qilib mudirib o'tding, o'pganmu yo'g'nab yutilib o'tding.
Vatanga ixlosda boqsang engishib, qavmingning yiltizi yatar chirmishib, chaqnaydi mazarda fosfor yalqini, ko'kdagi yulduzlar bilan sirdishib. Bu yerda bug'ra ham o'g'iz yotidi, qo'qasqa aylangan yulduz yotidi. Saptuzib har rangda fasllar o'tdi, vatan deb bahodir nasllar o'tdi. Avlodqa faqatla vatan qoladi, boshlardan ne aql naqllar o'tdi. Vatan cho'chak emas sajdagohingdir, va ya ermak emas bosh panohingdir. Vatan canan deding canan tepilar, vataning bo'lsala hamon tepilar. G'urbatda tinigan sayoqlarg'imu, shohona qasr ham ayvon tepilar. Ba'zida vatansiz sulton bo'ludi, o'zining go'shiga o'tin bo'ludi. Vatan asqatidi o'lganlagimu, nafsining o'tida kuyganlagimu, hatto o'smasini setib xotinining bir umr tomosha ko'rganlagimu. Lekin haqoratda qoldi qabrisi, talay ahonatda qoldi navrisi. Vatan iymon bilan bir tan emasmi? Vatan iymonsizga motam emasmi? Hörmətli görürmənlər, xəbərlərimizni kögünəңlər üçün köp rəhmət. Kelar qıtımqı proqramımız görüşkəcə Allah'a amanət bolğaysızlar.